Arsiyada qattiqroq bo'lsin.
Assalomu alaykum. Xonadon sohibi va sohibalarni hurmat qilib kelgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana shu tantananing sababchilari navoram Akbarjon bilan Boburjonlar va kelinlarim bo'lsa, ularni chin qalbimdan tabriklayman. Nikohlari mustahkam bo'lsin. Kelajagi porloq bo'lsin. Xudoya ularga solih va saliha farzandlar ata etsin. Xalqimizga, elimizga, davlatimizga, dinimizga xizmat qiladigan yaxshi oilalar bo'lsin. Men shuni tilakdoshman. Rahmat. Dada yoshingizga kirib yuraylik. Mana shu nevaralaringiz ham shu yoshingizga yetsin. Biz ham siz gaplaringizga qo'shilamiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Mana shu 4 ta yosh baxtli, saodatli bo'lib, o'zlaridan o'zlari ko'payishi. Yanagi shukrlarni mana shu 5 kunlarda birga bo'ladi. Hamisha yaxshi kun bo'lsin, yomon kunlarimiz bo'lmasin. Yaxshi kunlarimizda birga bo'laylik. Sog' bo'linglar, baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Yaramizda sababchilari jiyanlarimiz Akbarjon, Boburjonlarga, mana kelinlarimiz ziyoraman. Qarangizlarning nikoh kechasi ekan, mana shu fursatdan foydalanib jiyanlarimizga, kelinlarimizga uzoq baxt saodat tilayman. Hamisha sizlarga yomon ko'zlardan o'zi asrasin. Baxt, omad hamisha sizlarning kunlaringiz oxirigacha hamrohingiz bo'lsin. Baxtli bo'ling. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu xonadonga tashrif buyurgan uzoqdan keyin yaqindan keyin uzoq mehmonlar, xush kelibsizlar. Kelib yaxshi qilibsizlar. Mana bugun hammamizni guvohligimizda 4 ta yoshni bugun nikohlash to'ylari ekan, biz ularga baxt, saodat tilaymiz. Mana shu bir-biriga yarashib turganlari butun umr o'zlariga yarashib yursin. Uvali-juvali bo'lib yursin, dadamday nevarali, chevarali bo'lib yursin. Bular yoshini bersin. Bulardan ham ulug' bo'lsin yoshlari. Baxtli bo'linglar. Guldiroz qarsanglar bo'lsin, 4 ta yosh baxtli bo'lsin deyman. Nevaralarim yaxshi ta'min qo'ysin. Assalomu alaykum. Uzoqlardan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun nevaralarimning nikoh kunlarida o'tirgan ekanmiz. Va menda ta'lim bor. O'rtalasiga uzoq saodat tilayman. Ishlariga rivoj tilayman. Yangi yillaring xayr. Menda ta'lim bor. Mana shu yerda o'tirganlar hammasi mana shu yig'ilib turganlar, bo'lalari, yaqinlari, otalari, enalari, tog'alari. Sizlarni tabriklayapti. Hammasi o'ta tabriklaymiz. Baxtli bo'linglar. E'lon qilgan Xudo tomonidan tashrif buyurgan aziz ammajon, xolajonlar, keling siz ham bir ikki og'iz shirin so'zlar bilan. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugungi to'yimizning sababchilari 4 tala juftliklarning baxt visol kechasida o'tirar ekanmiz. Men fursatdan foydalanib bu 4 tala juftlikka uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Mana shu 4 tala juftlik baxtli, saodatli bo'lsin. Xudolar borishli, kelishli bo'lsin. Izzatli, hurmatli bo'lsin Xudolar. Endigi yil mana shu paytlarga alla bolam deb 4 tala juftliklarga beshik to'ylar olib kelsin. Sizlarning rohatlaringni ko'rib yursin. Baxt tilayman. Assalomu alaykum. Men bularni barcha qo'shilgan holda men 4 taraf yoshlarga baxt tilayman. Shu opalarimizning yaxshi niyatlariga qo'shilgan holda men bu baxt 4 tala yoshga baxt, saodat tilayman. Chiroyli oila quringlar. Ota-onalaring xizmatida bo'linglar. Charchamanglar, baxtli bo'linglar. Assalomu alaykum. Yillardan foydalanib mana shu 4 tala yoshga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. O'lib o'sib ota-onasini hurmat qiladigan
Gözlerin keriz asmanın musaffa, kulak sudek hürmet, çınar dek çürümez, asır dek üzülmez. Oğlingiz okşasın, mağdur Kizingiz okşasın, nadire begimge, gözlerin okşaylar kafur zuhrege, bakların okşasın, gül lorege. Assalamu alaikum, aziz mehmonlar. Bayram başkanı da kuşursan. Kızımız bana kuşağı doğrarken yemekler farklı olsun, sağlıklı olsun, nurları farklı olsun, mercedesler olsun, burada kurtuluşlar var, korumak kurtulsun. Görgenler duymasın, çeyreye duymasın. Hemşe duymasın. Torunu ya iyi, ne diyeceğim biz, nasıl eylesin var. Faqatgina avtobus ketyapti ekan. Xudolarimiz xos etmasin. Allah bergan umri mazmunli yashab o'tinglar. Shirindan shakar farzandlar ota-onasi bo'lish nasib qilsin sizlarga. Pochcham bilan xolam ham sizlarni rohatinglarni ko'rib, yeri badavlat ota-onalar bo'lib yurishsin. Baxtli bo'linglar. Boburjon, Akbarjon, ko'ryapsiz ammajon, xolajonlarni bunaqasi bugun emas. Sizlar to'yxonada qiynalmaysizlar. Qanjonlarsa uzoqda qarsaylar bo'lsin. Kemalada ota-onamiz o'tiribdilar. Ularni ham davramizga jo'naysiz. mulkida paydo ishoq farizo. Sodiyani ishli boshma gulda samada qilib ana imdod. Ilmam nasban odam edina faqamida yuzlar shaqla qurbi manada baxshida sening shayda chidva qilbijo. Şakla, oldu bana bir bak, şila, senin şeyda, şila, kılamayacağım.
güzelliği bitmeyecekti. Babası yok yarası, Johnny Peter zardası, yüzüde dostlardası. Bu güzelliği bitmeyecekti. Babası yok yarası. Yetemem ki kimse gider, kimse gider, kimse gider. Eğiliminiz var, gitse yeter, gitse yeter, gitse yeter. Yetemem ki kimse gider, kimse gider, kimse gider. Ulan diye gitse yeter, gitse yeter, gitse yeter. Onamiz hamda kesillar davramiz siz yomon tazir. Go'zal onamiz bor ekanlar. Qo'ychurchoqdan kelgan. Onajon keling davramiz siz yomon tazir. Omading ketsa duolar qilarmish, hech kim kelmaganda tanijoningni, sihatingni tilab kelarmish. Bugungi chiroyli tantanamizning eng baxtli insonlari, bugungi chiroyli tantanamizning eng beg'ubor insonlari, baxtlilardan baxtli insonlari. Onajonlar avvalo to'ylar bo'lyapti bo'lsin. Ikki onamizga murojaatimiz bor. Ikki ona biz xohlaymiz, shunga umid qilamizki, bu onamizni qo'llarida qizingiz, oilangizga rahmat keltiradigan ajoyib kelin, ajoyib qiz bo'ladi degan umid qilamiz. 4 kundan beri bu onamizni taniyapmiz. Ko'rdikki, bildikki, nimaiki bo'lsa ham asabini buzmas ekan. Hamisha yuzda tabassum bilan yurar ekanlar. Tanijoni sog' bo'lsin. Kelinlar ham xuddi shunday bo'lsa degan umidimiz bor. Marhamat. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, uzoq yaqindan kelgan qadrli do'stlar, kechamizning sababchilari bo'lmish o'g'lim Akbarjon, Boburjon, kelinlarim Diyoraxon, Farangizxonlarning baxtli sog'lom shamiga yig'ilgan ekanmiz. Ularga dunyodagi jamiki yaxshi niyatlar hamroh bo'lishini tilab qolaman. Baxt, omad, sog'lik ularga hamroh bo'lsin. Yanagi yillarga alla bo'ladi deb eshiklarda yuramiz. Hammamizga nasib qilsin. Shunday kunlarda yig'ilishib yuraylik. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun 4 yoshimiz baxtli kunlarda yig'ilar ekanmiz. Mana shu fursatdan foydalanib bu 4 yoshga baxt saodat tilayman. Yanagi yil qo'shaloq beshiklar olib kelish bizlarga nasib etsin. Sizlar ham bizlar bilan birgalikda mana shu beshik to'lashni nasib etsin. 4 yosh baxtli bo'linglar. Doim mana shunday bo'lsin. Eng yomon kunlaring mana shunday kunlarda bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun 4 yoshning hayotidagi eng kutilmas kunlardan biri ekan. Men bu 4 yoshga uzoq umr, asardek shirin hayot kechirishlarini tilab qolaman. Vali bo'lib, o'z-o'zidan ko'payishini tilab qolaman. Qarsiylar qattiqroq bo'lsa qarsiylar. O'zi o'xshatmasa, uchratmasa, o'xshar ekansizlar o'zi bir-biringizga. Bugundan boshlab minglik opa-singil bo'ldingiz, Tanijon sog' bo'lsin. Sozanda, Sozlar, bunis onaxonlar. Nega turib ollaring? Bir chiroyli qilib o'tirib olinglar. Ishda xudolarning o'yini tomosha qilmaysizlarmi? Mana shu 4 yoshga boya tabrik so'zi bildirmoqchi edim. Murod akamiz, Malohat kenayimizning xonadonlarida mehmon bo'lib, har kuni nashaklarni uylardan, ishidan olib ketib qolib, har xil xizmatlarga, mana shu har xil xizmatiga olib ketib, yaxshi kunda qo'ldan kelgancha xizmatdamiz. Kinoy mana shu o'g'illaringizning boshlari omon bo'lsin. Iloyim bilan yonida farishtadek ikkita kelin turibdi. Ertaga bularning hayoti boshlanadi, yangi hayot boshlanadi. Yangi hayot boshlagandan keyin hech qachon sizni bu ayollarning, bu kelinlarning gapiga kirib siz chetga surib qo'ymasin. Iloyim, Allohdan shuni so'rayman. Ukalar, sizlarga nasihat bu. Chunki ozmi ko'pmi, o'zim ham uylanganman, 2013-yil uylangan bo'lsa 5 yillik umr yashab kelyapman. Boshimdan, mening boshimdan o'tgan narsa sizlarning boshlangdan o'tmasin. Ayol kishining gapi bo'laveradi, lekin onaning so'zi yerda qolmasin. Ona o'xshar nurli quyoshga. Tiriklikda ko'taring boshga.
toshga ona qarsin unutmangiz ey ikkita o'g'lon ona o'xshar nurli quyoshga kinoya mana shu to'ylar farzandlar nabiralarning yig'isi eshitilsin hamisha men mana shu insonlarning oldida sizga mana shu tilaklarni bildiraman nafaqat men uchun mana shu yerda tashrif buyurgan mana shu orqamizdan Akbarni Boburning orqalaridan tashrif buyurgan insonlarning nomidan san'atkorlar nomidan aytyapman yana davrani keyinroq olasizlar ishtoq xudo onamizni bir davramizga taklif qilamiz bir chiroyli qo'shiq aytib beraman bir o'ynab berasizlar marhamat
bemalol so'raymiz. Davramiz davom etar ekan, davramizda sizga to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Qolaversa mana shu bizning kasbdoshimiz, mana shu bizning guruhimizning bir faol a'zosi Akbarjonning hamda uni bugundan boshlab umr yo'ldosh bo'lgan Diyoraxonning, qolaversa ukalari Boburjonning hamda uni umr yo'ldosh bo'lgan singlimizning go'zal ayyomi va unutilmas oqshomi. Mana shu oqshomga tashrif buyuribmiz. Mana shu guruhimizning a'zolari Foziljon, Akbarjon hamda mana bir kichkina suxandon, mana shu ustozim Mansur akaning izidan kelayotgan yosh suxandondan yigit Sherdor Nurman ilohim kutib olish niyat qilsin deymiz. Ilohim mana shu kelgan kelinlarning qadami qutlug' bo'lsin. Har doim o'zlaridan ko'payib, mana shu kinoyimizning har doim xizmatda bo'ladigan hamda xonadon sohibi Murat akamizning xizmatda bo'ladigan kelinlar bo'lsin deymiz. Azizlar, davramizni ochib tursakda bizda bir yosh singlimiz Marjonaxon, bu singlimiz qanday singilligini bilmaysizlar, chunki Oqqo'rg'on tumanining faol bayramlarida xizmat ko'rsatadigan yosh ijodkor singlimiz Marjona kel bu yoqqa. Kel. Bu yosh ukamizdan bir dilbar taronani so'ylasakda, mana shu singlimiz bir davrani ochsakda aziz mehmonlar, mana singlimiz bir xirom aylab o'ynab bersa. Bitta qarsaklar bo'lsin singlimizga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qarsay cholgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Farzandning kamolin ko'rish o'zi baxt, bunday kunga yetkazgan Allohga rahmat. Farzandsan qo'ldan kelsa savoblar qilgin, desinlar ortingdan otangga, onangga rahmat. Ilohim Akbar ukamiz xizmatimizda har doim guruhimizda a'zosan, har doim ota-onangning yuzini yorug' qiladigan farzand bo'lgin deshing tilaydoshimiz. Bobur ukam senga ham tilaydoshimiz, mana shunday tilaylar hamroh bo'lsin. Bir dilbar taroraga singlimizning davramizga taklif qilsangda, davramiz davom etadi. Yuragimda çok, qandayin chiday, yuragimda çok. Sendagi chiroy, boshqalarda yo'q. Sendagi chiroy, boshqalarda yo'q. Hayolimdasan, uyqu bermaysan. Hayolimdasan, uyqu bermaysan. Sendagi kulgu, boshqalarda yo'q. Sendagi kulgu, boshqalarda yo'q.
Yoshlar so'zlarini aytishlari kerak albatta. Boburjonni kiyojurlari kerak. Akbarjonni do'stlari, kiyojurlar, sinfdoshlari kerak. Bugungi chiroyli tantanamizga ikki og'ishlarning so'zlar, yaxshi niyatlar. Bugungi chiroyli tantanamizga albatta kelgan mehmonlar va mezbonlar. Akbarbek va Diyoraxon, Farzonaxon va Boburbeklarni baxtli sog' oqshomiga yig'ilgan ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib ularga uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Do'stim baxtli va Akbar. Men 4 yil yoshga baxt tilayman. Kelasiga shirin farzand tortaman. Baxtli bo'ling 4 yil. Avvalambor assalomu alaykum muzokaraga kelgan mehmonlar. Mana bugun Akbar va Diyoraxonlarni, Bobur va Farangizxonlarni ijodkorlarga yig'ilgan ekanmiz. Ularga baxt tilayman, 10 ta bilan baxt tilayman. Avvalambor assalomu alaykum muzokaraga kelgan mehmonlar. Mana bugun uzoqga o'rtog'im Bobur va ularning o'rtog'im Akbar va ularning turmush o'rtog'i Diyoraxonlarning nikoh kechasiga yig'ilgan ekanmiz. Bobur Farangizda baxtli o'rtoq. Bir yaxshisi bo'lsa ham o'rtoq deyman-da, uka demayman-ku. U bo'lsin, bu bo'lsin, birinchi o'g'il bo'lsin ekanlarniki ham. Baxtli bo'linglar. Omad ekanlarga, ota-onalaringni orzu-havasini ko'ringlar. Assalomu alaykum. Mana shu kechani sababchi bo'lmish, mana shu 4 yoshga baxt sog'lab kelamiz va hamisha men aytgan yerlarga erishib, ota-onasiga orzu qilgan yerlarni amalga oshirishni tilab qolamiz. Bobur, o'ta senga baxt tilayman. Hamisha eng yomon bo'lgan kunlar shunday bo'lsin. Do'stlar davrasida hech qachon safiga aramasin o'ta. Baxt tilayman. Avvalambor assalomu alaykum. Akbar kelayapman. Baxt tilaymiz. Sen ham baxtli bo'l o'tishga. Akbar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana bugun ko'rsalar nikoh to'ylar ekan. Bobur, tabriklayman o'rtoq, rahmatlar. Yana 3 kunlarda 5 kunlarda xizmat qilish nasib qilsa o'rtoq xabaringizga. Bobur, qarangiz. Turashimiz ham baxtli bo'ladi. Baxtli o'rtoq, otaning baxtiga sog' bo'l. Nima qilyapgan bo'lsangiz, joyingga erishib bo'l. Shu mahallamizni oldi, oilalar bo'lsa ham, orqasi bo'lsa o'rtasida yuradi, o'rtoq baxtli bo'ladi. Bobur, olimning nomidan alohida tabriklayman o'rtoq. Baxtli bo'linglar. Jo'ra senga hammamiz yaxshi niyat qilib, mana shu yerga chiqdik. O'rtoq. Hamisha baxtli bo'ling. rahmat degan qarsiyada qattiq bo'lsin. Shoh kuylarimiz davom etadi. Martabat bo'lsin.
ketken dağlarında Yaman sevgimden yüge kaldı Boşar dağla bir yan dağlarında Saklama sarayım ne yadır Oturup ketken bulsam yıllar Unut olmayın diler gün bugün Gençliğin düğünü
O'zlari bilib chiqishadi. Mana shu Akbarjon hamda Boburjonni ammajonlari 3 ta 7 ming ammasi bor dedi. Kelinglar ammajonlar, iltimos sizlardan. Mana shu uchala ammasini biz davramizga taklif. Mana shu 2 yosh, 4 dala yosh. Baxtli bo'lsin. Ota-onalarga sodiq farzand, o'g'il qizlar bo'lsin. Mana shu yerga kelganlar hammasi mana shunaqa yaxshi kunlardan niyatgan bo'lsa, hammasi yaxshi niyatlariga yetib yursin. Endigi yil Xudo xolasa shunaqa paytlarga allala bolam degan beshiklar ovozini eshitib, hammamiz mana shu yerga yana yig'ilish nasib qilsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Avvalam ikkita masa xizmat bilan uyga ketdi. Mehmonlar kutishga. O'rniga bitta vakil. Avvalam mana shu jiyanim Boburjon, Akbarjon, ham o'g'lim, ham jiyanim. Kelinlarimiz Farangizxon, Diyoraxonlarni baxtli goh kechasiga yig'ilamiz. Shu fursatdan foydalanib, men 4 dala yoshga dunyodagi eng yaxshi niyatlarni hammasi shularning hamrohi bo'lsin. Yanagi yosh kunlarga o'z-o'zlaridan ko'payib, mana shunday davrlarni eng katta davrlarini qilib beshik to'ylar nasib qilsin. Kelinlarimiz ota-onasi, qaynona-qaynotasini hurmatini qilsin, e'zozlasin. Ota-onasini hurmatini qilsin, jiyanlarini, orzu-havaslarini ko'rsin, akam bilan kelmayim. O'z-o'zidan ko'paysin, baxtli, saodatli bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun kechamizning sabablari jiyanlarimiz 4 dala yosh baxtli bo'lsin, uzoq umr ko'rsin. Serfarzand, serdavlatli bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Kelayotgan yangi yilimiz hammamizga qutlug' bo'lsin. Borayotgan kelinlarimiz kelin emas, qiz bo'lsin, qadamlari qutlug' bo'lsin. Yanagi yil hammamiz qatorimizdan kam bo'lmasdan allala bolam deb beshik to'ylarni qabul qilish nasib etsin. Rahmat, yaqinroq turing, yaqinroq. Esdalikka suratga tushamiz. Shu opalarning qatoriga turib esdalikka suratga tushib olamiz. Bular bunaqa rasmga tushib Shall
Kattasını bir şirin kılıp çoğaltı olaylık, kiçkinasıyla manşörde davranı devam ettirip duramız. Sizlarga eshikni yopib turay, darvozani yo'q. Göğsünü uzatsam yıllamatır ya. Hatıra hatıra köprüktür, taktik bulsun yağıyor. Hatıra hatıra köprüktür, zamanında almakmış, davranır.
düş. Sen ösüp aytın göz yasızdı ösüp aytın Celal alsam akorda sularım ösüp aytın Bala tavuk kıramam Gülü garsayı kıramam Kilik gözlü kızlarga yama göz bilan qarama 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 Ahu gözlü kızlarga yama göz bilan qarama 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 Hop! Akbar! Hop! uzun erdemçiler barıştı şey ya ya kattı şey ya etsem kirim geler eyti şey ya eyti şey Bugün, bugün, bugün,
uzatmamış yığılamaz göz yağıyor bugün yar Kızarin diyenler, ballar kulun yağıyor. Kızarin diyenler, ballar kulun yağıyor. Yavrum ona düş bugüne, şarkı kulun yağıyor. Yavrum ona düş bugüne, ballar kulun yağıyor. Yar yar, ballar kulun yağıyor. Yar yar, kalbim kulun yağıyor. Uzaktan, yıllarımız yağıyor. Yüzünü uzaktan, yıllarımız yağıyor. Ocağıyla uzaktan, yıllarımız suları taşımaydı. Pardon.